Xo'p, 50 ming. Aziz, mana yeng kelibdi. Bilaman yeng kelganligini. Hozir shuni hisob-kitob qilolmay, 50 ming shuku 40 million pul tushyapti. Kargo shunaqa qimmat bo'ladimi? Shunaqa ham dars chiqadimi? Ne chalg'itasiz, o'z zo'rg'a chiqarib o'tdim narxini. Skidka qilishim kerak-da bularni. Skidka qilmang, qimmat tushgan bo'lsa. 120 ming so'mni обычный. 120 ming sotolmayman. Hali kargosini pulini berib yuborish kerak, aniga pul berib yuborish kerak. Yangi tovar tayyorlanyapti, shularga pul chiqarish kerakmi? Tezroq tugatish kerak bularni. Hozir o'ylayapman, nech pul chiqarishdi-da. Shu hisob-kitob qilib 120 ming ham super narxlagan. chalg'itmay turing. Men yarashmaydi menga unaqa narxlar. Ha, skidka qilishim kerak. Primo Xitoydan kirib kelgan bo'lsam, 99 qo'yaymi ekan? 8 bo'ldi. Oxirgi narx ham o'rtoqlar. Mashi premium kачестводagi oyoq kiyimlarimizni 78 ming so'm chiqarib yuboraman. Faqat tez kelib olib ketinglar. Itlari juda ham zo'r o'rtoqlar. Shuni har xil modellardan olib kirganmiz. Baribir obzoriga qiziqyapsizlar, to'g'rimi? Optimchilar 78 mingdan kelib tez olib ketinglar, tez tugab ketsa, tugasin shu narsalar. Sizlarga hozir bittalab obzor qilib beraman. Qaranglar, men modellarni oq-qora aralashgani, men bu seriya вообще oq aralash seriya, xullas, вообще zo'r ranglari kiribdi bor-ku. Bu ranglarni men hazm qila olmayman, ko'zim o'rgana olmayapti. Qaranglar. Shunaqa ham zo'r narsa bo'ladi. Men buni bemalol sotish kerak edi, o'zi sal qimmatroq qo'yib, lekin nima deysizlar endi? Har doim sizlarni ham o'ylayman, o'zimizni ham o'ylayman. Xullas, har taraflama o'ylab, shu qarorga kelib, skidka qilishga qaror qildim. 78 ming qo'yib yubordim, mana shularni hammasini ko'rsanglar ham bo'ladi. Orqalarini ham alohida e'tibor bilan qaranglar. Sifatlari ham bomba qizlar. Mana bu rangini ham qaranglar. Temni sinya aralashgani, abotda oq qorasi aralashgani, mana bitta seriya modeli aralashgandan olib kirib qo'yganmiz. 78 mingga ham onlayn, ham offlayn olib ketinglar bo'ladi. Kelib ham olib ketinglar, xohlasanglar dostavka xizmatlarimiz ham mavjud, shoshilinglar.